Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Efirda Begum Misrochidon. Biz Rishtonda ishimiz tugatdik. Mana katta to'rga 9 metrli mehmonxonaga 3 ta qo'yganmiz. 120 ga 50. Narigilarni ko'rsataman. Bu zal, katta zal bet, nima deydi, terraska. Bu yerga ikkita 140 ga 50 qo'ydik. Hozir katyol, gazli katyol, buni Farg'onada yasatganmiz. Mana bu uyda bitta bunisiga qo'yganmiz, 120 ga 50. Bitta mana bu uyga qo'yilgan. Bu aylanasiga mana bu uyga ham bitta qo'yilgan. Bu uyga ham mana terraskadan chiqib kelish bu yerga ham qo'yilgan. Bu yoq oshxonaga ketiladi. Oshxonaning alohida xonasi bu yerga ham mana qo'yilgan. Xo'sh, mana bu joyga qo'yilgan. Общий mana 1 2 4 5 6 7 8 9 10 bitta radiator qo'ydik. Hozir katyol ko'rsataman. Katelning orqada. Mana Sharifjon. Mana katelimiz. Mana katyolimiz. Alangiz talimay qarnasin. Hozir avtomat qo'yganmiz, yana bor. Gazga magnitni qo'yganmiz, termostat. Mana 60 ga qo'yib qo'yilgan. Hozir mana podacha 60 ga chiqdi o'sha. Bratkamiz 55 tepasida ketyapti. Mana shunaqa ishlar oilalar. Kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Endi bundan keyingi ishimiz, kimda katyol tayyor bo'lsa o'sha yoqqa boramiz. Shu katta xonadonga aylantirib qildik. Ko'pchilik pulini so'raydi. Radiator tochkasini 500 mingdan qilyapmiz. Tepadan, mana pol tepasidan ketsa, agar pol tagidan keta olsa, tochkasi 700 ming bo'ladi. Katyolnida o'sha ustanovka qilish, sistemani qo'yish 1 million katyol xizmati. Shunaqa ish qilamiz. Mana shu 32 truba. Bu yerda endi 20 truba ham aralashadi, 25 truba ham aralashadi. Plastik issiq suvniki. 15500 dan Alfa Plast, Alfa Term oldik. Ortib ham qoldi, ortganini qaytib beramiz. Ancha narsa ortib qolgan, bunaqa narsalar. Biz do'kondan olamiz, do'konga shartimiz borki, ko'proq olamiz, demakki uyda qilayotganda har xil situatsiya bo'ladi, planlar o'zgaradi. O'shaning uchun ko'proq olamiz, ortgan narsani keyin ish tugaganda do'kon qaytib olishi kerak. Mana shunaqa ishlar og'aylar. Hammaga omad, sog' bo'linglar. Telefon raqamim 90 277 46 64. Ismim Baxtiyorjon. Sog' bo'linglar, paka.